6 ayning 7 kuni Amerika Davlat Majlisi Avam Palata a'zosi Jennifer Winston, Maria Elvira Salazar, Gregory Mix, Don Beyer, Gary Connolly qatorliqlar Uyg'urlarning panohlik ishlarini ilgari surish to'g'riliq bir qonun loyihasini tunishtirgan. Bu qonun loyihasi Amerikadagi har ikki partiya ma'qullagan Uyg'ur kishilik huquq qonun loyihasining munosabatlik moddallari asosida tuzilgan bo'lib, Xitoy hukumatining bostirishga uchrayotgan Uyg'ur va boshqa millatlarni panohlik berishga eng loyiq kishilar deb bekitish va ularni Amerikaga qabul qilishni osonlashtirishni maqsad qiladi ekan. Jennifer Winston o'zining hukumat torbetida axborot e'lon qilib mundaq degan: Uyg'ur va boshqa osonliq millatlarning Xitoy hukumatining dahshatli bostirishiga uchrashi hozir dunyodagi eng jiddiy masala bo'lib qoldi. Amerika bu ziyonkashlikdan qochib qutulgan kishilarga ko'ngil bo'lmasa bo'lmaydi. Bu axborotda berilgan bayonlarga qaraganda, Amerika Avam palatasi a'zolaridan Maria Elvira Salazar, Gregory Mix qatorliqlarmi bu qonun loyihasi haqida fikr bayon qilib, Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikning insoniyatga qarshi eng qo'rqinchli jinoyat ekanligini, Amerikaning faqat uni ayblash bilan cheklanib qolmay, bu jinoyatning qurboniga aylanganlarni qo'g'dash va zulmdan qochib chiqqanlarga panohlik berishni teziltishi kerakligini bildirgan. Ekanlashimizcha, Uyg'ur harakati tashkiloti bu qonun loyihasining sunilishi uchun alohida kuch sarf qilgan bo'lib, Roshan Abbos xonim radiomizga qilgan so'zida, garchi bu qonun loyihasining o'tirg'i qo'yilishi biroz kechikkan bo'lsa-mu, bu jihati besilgan muhim bir qadam ekanligini bildirib, mundaq dedi. Mencha Amerika Uyg'ur musofirlariga alohida insonparvarlik yordami siyosati qo'llanishni, mundaq bir qonun loyihasini o'tirib qo'yib va uni ma'qullikdan o'tkazib qonun qilib bekitishi burunli bo'lgan ishdi. Kechikkandim 2020-yili Mike Pompeo efendimninki Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulm siyosatini irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilgan zamonlarda bundaq bir qonunni tuzish ishini boshlashi lozim edi. Chunki irqiy qirg'inchilikning qurboniga aylanayotgan o'z vatanini tark etib, dunyoning har qaysi yerlarda asosan sargardon bo'lib yashayotgan Uyg'urlarga ega chiqish, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilganlikning haqiqiy bir dalili va bir amaliy ish qilganlik bo'ladi. Hech bo'lmasa oldi bilan Amerikada yashag'ili shuncha uzun yil bo'lgan panohlik iltimosi texnicha qabul bo'lmagan Uyg'urlarga panohlik berish ishini teziltib, Uyg'urlarni qo'llab, bularga bir alohida bir o'rin tiklab qilgan bu qonunlarning ichida shunday bir narsani qilishi nihoyatda muhimdi. Qanday qilib bo'lmasin, kechikib bo'lsa-mu, bu qonun loyihasining o'tirg'i qo'yilishi intayin muhim, ijobiy bir qadam deb qarayman. Ham shuning uchun biz Uyg'ur harakati tashkiloti bir tashkilot bo'lishimiz bilan shu qonunni yo'lga qo'ymoqchi bo'layotgan shu siyosiy yo'llar bilan biz davomli ko'rishib, shunday bir qonunni tunishtirish to'g'risida bu yo'lni menib kelgandik. Bu qonun loyihasining Amerika Kongressi va Kengash palatasida Senat va Kongress chiqisida tezroq ma'qullikdan o'tish uchun ham tilakdoshman, ham bu yo'ldan cho'qim tashkilot bo'lishimiz bilan ham hammamiz buni tirishimiz. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi xalqaro ishlar bo'limi mudiri Luiza Greva bu qonun loyihasining ahamiyati to'g'riliq mundaq dedi. It's a real shame that most countries have done so little to rescue Uyghurs who are at risk of being deported to China. This is an extremely urgent case. Nurg'un davlatlar Uyg'urlarni nomus qilmasdan Xitoyga qaytarib beryapti. Bu nihoyatda jiddiy masaladir. Amerika hukumatı Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitgandan keyin ikkinchi qadamda cho'qim ashu xatarda qolganlarni, qutuldirish ta'sib bo'lganlarni, pasportini yengil olmaganlarni va Xitoyning davlat xalqigan bostirishga uchrayotganlarni qutuldirishi kerak. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bu qonun loyihasini qo'llaydi va uning davlat majlisidan o'tishiga turtki bo'ladi. The Uyghur Human Rights Project strongly endorses the legislation and urges that it be passed. Amerikadagi har ikki partiya tuzgan bu qonun loyihasida Xitoy Kompartiyasining qo'rqinchli bostirishi va ziyonkashlikka uchrayotgan Uyg'urlarga ikkinchi darajalik panohlik berish talab qilingan. Ikkinchi darajalik alohida e'tiborga ilinadigan panohlik tilaguvchilar siyosiy qarashi, diniy e'tiqodini ifodalaganligi, diniy va madaniy faoliyatlarga qatnashganligi sababidan Xitoyning bostirishiga uchrayotgan Uyg'urlar yoki Xitoydan qochib chiqib, chet elda yashayotgan Uyg'urlar, Xitoy tarafidan qamalgan va atalmish jinoyati bekitilgan Uyg'urlar, ularning oila tavobatlari va urug' tuqqanlari qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan.
Dünya Uyghur Qurultayı Rəisi Dulqun Aysa Efendi bu qanun layihəsinin oturğa qoyuluş haqqında söz qılıb, mundaq dedi. Bu qanun layihəsi Kongressdən qanun olub ötən təqdirinin üzüdə bu Kanada parlamentosida qabul qilingan 10 ming Uyg'urni Kanadaga yerleştirishdan keyin bo'lgan Uyg'ur muhojirlar haqidagi yangi bir taraqqiyot bo'ldi. Bu Uyg'ur erkiy qirg'inchiligidan, Xitoy zulmidan qichib har qaysi davlatlar sarson sargandan bilib yurayotgan, kelajak istiqboli bo'lmayotgan, egisiz, egichaqsiz qolgan, boshpanasiz qolgan xalqimiz uchun bir cho'ng tasalli, rag'batlantirish va bo'libmi yosh avlodlarimiz, kelajak neslimiz uchun cho'ng bir tarixiy bir voqea bo'lgan bo'ldi. Amerikaning yana bir qatimliq Uyg'ur xalqiga boshpana bo'lganligini ko'rsatib berdi. Boshqa davlatlarningmi shunga o'xshaydigan qadamlarni erishishga turtki bo'ladigan gap. Uningdan boshqa ba'zi davlatlar hozirgacha Uyg'ur muhojirlarini Xitoyning talab bo'yicha Xitoyga o'tkazib beryotdi. Bunda bir qonun chiqqan vaqtning o'zida u davlatlarningmi ba'zilarini axloqiy nuqtai nazardan, ba'zilarini xalqaro qonunlar nuqtai nazari bo'yicha bu jinoyatni qayta sodir qilmaslikqa, Uyg'urlarni Xitoylarga o'tkazib bermaslik uchun xalqaro besim shakllantirish va shu davlatning ichidimi besim shakllantirib bu xil jinoyatning qayta sodir bo'lishining oldini olg'izish uchun bu muhim bir ta'sir bor deb o'ylayman. Amerikada yashayotgan lager shoidi Tursunay Ziyoddin xonim radiomizga qilgan so'zida Amerikada yashayotgan, ammo panohlik ishlari texcha hal bo'lmayotgan Uyg'urlar uchun bu qonun loyihasining o'tirg'a qo'yilishining to'liq muhimligini bildirib, mundaq dedi. Özüm mən bir lager şahidi bolsuqdum. Amerika hökuməti özü əkel desəm boldu bilsəm məni. Müşk qutquzub degəndək məsələyə xətərlik yedim. Lakin mən şunçalik aş lagerdən çıxan adam turub mənim hazır 2 il boldu mənə. Bas. Bitmədi. 3 il bolay dedi. Mən oxşaş ondaq Uyğurlar şunda caq gəbi yedi. Hətta 10 il olub 10 ilin eş bitməyətqanlar. Bu bizdə xoşda qırğınçılıq uçurğan bir millət üçün Amerika çoxum bundaq bir qanunni ma'qullashni ümid qildi deb o'ylayman. Chunki men Qozog'istonda Türkiye'lerde turup geldim. Kazakistan'da cık vaqt tutdum. Her günüm endişte qaytır ötedi degan narsa şu kalımızda. Şunun o'xshash her bir Uyg'urmishda endişte yaşayapmiz mana. Hatta uniki mush yaqinda Meksikadan bir yerlardan kelgan Uyg'urlar bilan men so'zlashdim. O bicharalarning hatta bir tim puli yo'q, kelib mishar qiyinchilikda ya advokat ağıdak pulum yo'q mana. Ash narsalarni men masalan kep bo'g'ich egi chiqib bular bir haqiqiy qirg'inchilik uchirgan bir millat biz Uyg'ur hozir bizning beshimiz kun degan bak eg'ir Amerika bildi. Shuning uchun ashdaqlarning bir egi chiqib bu işlerini hal qilib bergan bir o'rinlashtirib qilishni umid qilaman. Amerikada 2-darajalik panohlikqa erishuvchilar alohida insonparvarlik yordamiga erishadiganlar bo'lib, talab bo'yicha ularni Amerikada yangidan o'rlashtirish va panohlik rasmiyatlaridan bajarish kerak ekan. Bu qonun loyihasida yana Amerikadan boshqa davlatlarga qochib kelgan Uyg'urlarni qo'g'dash talab qilingan bo'lib, Amerika tashqi ishlar ministri Xitoyning besimiga uchragan davlatlar bilan aloqalashib, Uyg'urlarni Xitoyga o'tkazib bermaslikka chaqirdi ekan. Tursunay Ziyoddin xonim hozir chet eldimi xotirjam bo'lolmay, Amerikaga kelishni orzu qilayotgan Uyg'urlar uchun bu qonun loyihasining cho'ng rol o'ynaydiganligini, uning ma'qullanib rasmiy qonunga aylanishi va ijro qilinishini orzu qiladiganligini bildirdi. Bo'libmi bizning lager shahar o'ylab qolamiz kerak. Hech qanday vatandan bir odam qutulib chiqqani yo'q, hech qanday Xitoy taptatmay qilyotdi, ya'ni qirg'inchilik davomlashyapti. Men o'zimnikini o'ylamayman. Boshqa davlatlar turadigan qanchalik xatarliklar bor. Nurg'un odamlar xabarlashadi demoqchi. Akasidan Amerikaga mushtaq xatarda deb Turkiyada hech qanday qog'oz yo'q. Nurg'un bolalar qizlar bor. Qarindoshlarimiz. Bizning qo'limizga kelgandek o'ylab qoladi-da, ular uchun nomerlarimizni tepib, Xudoyim bursi bo'ladi, xatarsiz davlatlarga kelaylik deb. Buyimiz amaliyot bizning qo'limizdan kelgan hech qanday ish yo'q bug'ini. O'zimizning ish bitmayapti deb ularni texim ümidsizlantirib olsak, ularga bir umid uzilib ketishi mumkin-da. Shunga hech bo'lmasa Amerika mishadiki kelganlarni bo'lsa-mu, boshqa davlatlar turadigan xatarda turadigan Uyg'urlarni qabul qilish, qo'lga bir qilishni umid qilaman. Qonunning ma'qullanishi biz uchun aspektlar foydali ham, lekin faqat buni qonun qilib qo'ymay, buni ijro qilishni umid qilaman Amerika hukumatining.